ko'rasizlar, mana shunaqa axlat yopishib qoladi. Bu jo'jani o'lishiga ham sabab bo'ladi. Buni tozalab turish kerak. Ko'pchilik mana shu joyda xato qiladi. Ya'ni jo'jani axlat yopishib qoladi deb buni qachirga ketishadi yoki qarovsiz qoldirishadi. Buni iliq suvda jo'jani qo'limiz bilan suvlab turib jo'jani axlatini yumshatamiz. Undan keyin tozalab olib tashlab, lattaga yoki salfetkada artib qo'yamiz. 2-3 kun davomida qarab turamiz, jo'jani axlati yana yopishib qolmayapti. Hozir mana bitta jo'jani, ikkita jo'jani shunaqa bo'libdi. Mana ko'rsingizda axlat yopishib qolgan buni ham orqasiga. Shu ikkalasini hozir tozalab videosini joylaymiz. Tozalab oldik. Buni salfetkaga artib qo'yamiz. Keyin xabar bo'lib turasizlar, agar yana shunaqa topishib qoladigan bo'lsa, orqasi ochilib. Topishib qoladigan bo'lsa, yana yuvib, tozalab qo'yasiz. Ikkinchi jo'jamiz ham topishib qolgan. Buni ham hozir olib tozalab qo'yamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.